Ko'p ota-onalar mana shuni befarq qoldirgani sababli farzandida kelajakda farzandsizlik kelib chiqadi. Azospiremiya paydo bo'ladi. Masalan, bizada 13 yoshli bir bemor 2 oy oldin operatsiya qildik. Unda ikkala tuxumi ham rivojlanmagan. Ikkala tuxumi ham mana shu chov kanalda qolib ketgan. Kech operatsiya qilindi. Chiqmagan jondan umid. Keyin hozir o'g'lingizda kriptarxizm, ya'ni bitta moyaga mana shu chov kanalda qolib ketgan. Bu narsa chin kriptarxizm hisoblanadi. Hozirgi bilasizmi, Yevropa urologlar assotsiatsiyasi tavsiyasiga asosan 6 oylikgacha kutiladi aslida. Tuxum balki tushib qolishi mumkin. Agarda tushmaydigan bo'lsa 12 yoki 18 oylikgacha, ya'ni 1,5 yoshgacha buni operatsiya qilib tushirib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu kriptarxizm kech operatsiya qilinganligi sabab yoki umuman operatsiya qilinmaganligi sabab azospiremiya bo'ladi. Keyin biz unga chuqurroq yondashib, chuqurroq boshqa operatsiyalarni o'tkazishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Demak, o'g'lingiz hozir 1 yoshdan o'tdi, hali 1,5 ga kirmadi. Demak, unda hozir rejali ravishda arxipeksiya, ya'ni mana shu moyakni qopiga tushirib qo'yish operatsiyasini o'tkazsak bo'ladi. Demak, bu narsa qo'rqinchli narsa emas, faqatgina operatsiyaga rejali ravishda o'g'lingizga tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha yondosh kasalliklari bo'lmasligi kerak, qo'shimcha pediatr ko'rigi bo'lishi kerak, konsultatsiyasi, kardiolog konsultatsiyasi hammasi joyida bo'lishi kerak. O'sha sabab keyin biz Xudo xolasa bu tuxumini joyiga tushirib beramiz, hammasi joyiga tushadi.